Assalomu alaykum hammaga. Sizlar ko'rib turgan mana bu stranitsa bu bizning kabinet, Wofixning kabineti. Xo'p, bu yerga qanday o'tamiz deganlarga wofix.com saytidan kirganingizda o'zi login yoki registration yoki real hisob ochish yoki demo hisob ochish o'shani bossangiz mana shu stranitsaga o'tadi avtomatik. Xo'p, agar sizni profilingiz bo'lsa, emailga yozasiz, passwordga parolingizni yozasiz. Shunaqa. Xo'p, buni o'zbek tiliga o'tkazib olaylik. Ming uzr. IP bo'yicha kiradida. Qaysi davlatdan turib kirsa, o'sha davlat tili mana bu yerda поддержать qilinsa, o'sha bo'yicha kiradi. Tiliga o'tadi avtomatik. Xo'p, mana yozib qo'yibdi email, parol. Endi haqiqiy hisob ochish qanaqa bo'ladi? Shuni o'rganamiz. Menimcha hamma bilsa kerak, mabodo bilmaganlarga taklif tushgani uchun shunaqa. Xo'p, ismga o'sha buyuk ismimizni yozamiz hammamiz. Hammamiz ismimiz buyuk. Familiyaga familiyamizni yozamiz. Parolga parol yozamiz. Misol uchun test 1 2 3 4 5 sabachka. Mana bu paroldek qayta yozamiz pastga. Xo'p, emailga keladigan bo'lsak, xo'p, Wofix premium gmail.com. Bu testoviy pochta mana hozirgina ochilgan. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Wofix mana premium. Bu test uchun ochildi. Sizlarga video olish uchun mana. Hozirroq bo'lganiga adashishim mumkin. Xo'p, biz buni eslab qolamiz. Nimaga eslab qolamiz? Qaranglar. Mana shu login, mana shu pochtamizni nomi bilan va mana bu parol bilan biz faqatgina kabinetga emas, savdo platformamiz bor, Wofix Trade degan. O'shani ham login degan joyga mana shu pochtangizni yozasiz. Mana bu pochtangizni yozasiz va parolga mana shu qo'ygan parolingizni yozasiz. Manzilga keladigan bo'lsak, misol uchun Yunusobod 123-uy. Misol uchun shahar Toshkent. Lotincham sal xatoroq, uzr, Toshkent. Shtat обязательно yozilishi kerak, Toshkent. Bu qaysi davlatdan kirsangiz, o'sha davlat bo'yicha ko'rsatadi. Xo'p, biz qani O'zbekiston pochta indeksi O'zbekistonda 10.019 adashmasam. Telefon raqam misol uchun 123-4567. Emailni tasdiqlashga kerak bo'lsak, boya yozgan emailimiz mana shu emailni yozamiz. Mana bu yerda o'tsanglar ham bu yoq o'chib ketmaydi. Mana bu yerda yozganimiz bor. Mana bu emailni mana bu yerga yozamiz. Ya'ni mana shu email, mana shu email bilan, mana shu parol bilan biz savdo platformasiga ham kiramiz, Wofix Trade. Fuqaroliklar O'zbekiston, Shveysariya, Japan. Misol uchun 3 ta fuqarolik yozasiz. Xo'p, mana bu testlar, savollarga to'g'risini javobini berasiz. Hech qachon yoki shunaqa. Endi eng asosiy huquqiy ma'lumot degan joy bor. Mana bu yerga ptichka qo'ymasangiz, dalish mana bu yonmaydi, yuborish yonmaydi. Bu galочка qo'yish uchun mana buni o'qib pastga tushirib o'qimasangiz, mana buni bosa olmaysiz. Bu ingliz tilida, chunki sababi biz Wofix LLC Amerikadan ro'yxatdan o'tganimiz uchun shtat Delaverdan bizda hamma haqiqiy original hujjatlarimiz faqatgina angliyskida bo'ladi, faqatgina angliyskidagisi kuchga ega bo'ladi. O'shaning uchun men maslahat beraman, mana shuni полный hammasini skopировать qilib olib, переводчикka yoki sun'iy intellektga yuborib, o'zbekchaga yoki ruschaga tarjima qilib ber desanglar bo'ladi. Bu nima bu? Bu terms and condition, buni o'qishinglar shart. Misol uchun hamma joyda bor bu, bizda hech kim o'qimay o'tkazib yuboradi. Buni o'qish shart, chunki nimaga mana yozib qo'yibdi? Mijoz shartnomasi, klientskiy соглашение. Mana shu yerdagi yozilgani bo'yicha biz amal qilamiz, mana shu yerda yozilgani bo'yicha siz amal qilasiz. Mana shu yerda mana shu shartnoma bo'yicha siz redda bosgandan keyin rozilik bergan bo'lasiz. Endi biz xuddi shuni, endi dankasalar uchun deymizmi? Mana bu yerda men mijoz shartnomasi degan joyi bor. Bu bizning veb-sayt, mana bu shartlar va qoidalar ham, mana bu shartlar va qoidalar ham mana bu yerdan olingan. Solishtirib ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan ham
Biz nimaga qilganmiz? Bu dankasalar uchun. Mabodo tarjima qilishga erinsanglar bir sira mana o'qib chiqinglar baribir. Buni ham angliyskiysigina o'tadi kuchda. Biz yozib qo'yganmiz. Что действующий язык bizda angliyskiy faqat nima deydi? Hujjatlari bo'yicha, huquqlari bo'yicha. Xo'p, buni qo'yganingizdan keyin mana buni. Xo'p. Nimaga yuborish yonmadi? Qaysi biriga javob bermadim? Hammasiga vurdi, javob berdim. Bu pastgacha tushmadi. Uzr ming bor. Endi mana. Ko'rdinglarmi? O'sha shartlar qoidalarni oxirigacha pastga tushirib o'qimasanglar, ro'yxatdan o'tgan qilib. Endi rahmat, biz email yuborib, gmail.com iltimos hisobingizni faollashtirish uchun o'sha xabardagi havolani bosing deyapti. Xo'p. Mana bu veb-saytimiz bo'lsa, mana bu video olinadigan jarayonda biz test kunida yozib qo'yganmiz, aslida 100% tayyormiz. Mana bu loginni bossanglar, mana bu yerga o'tadi. Open accountni bossanglar, o'sha bu ham bu yoqqa o'tadi. Xo'p, men pasrog'ida realni bossanglar, real ochishga o'tadi, demoni bossanglar, demo. Va qaranglar, bitta bizning eng katta yutuqlarimizdan biri. Mana bu spreadlarimiz bor, mana bu narx, mana bu spreadlar bizni platformamizda ham o'sha bo'ladi. Butun dunyoda bir xil bizda. Ya'ni bizdan kim, biz brokerdan kim foydalansa, hammaga bir xil, boshqa bu gibridlarga o'xshab bir nimaqalar yo'q. Nima kelsa o'sha beriladi likviddan. Xo'p, endi pochtani tekshiramiz. Mana bunaqa SMS keldi, bir chiroyli. Xo'p, verifikatsiyani bosamiz, ya'ni pochtani tasdiqlashni bosamiz. Email muvaffaqiyatli tasdiqlandi. Endi kirishingiz mumkin deyapti. Mana buni ham o'qib обязательно tanishib chiqinglar. Bu ham kerak bo'ladi. Xo'p, biz bo'ldi. Rahmat, tasdiqlab bo'ldik. Endi mana bu yerga kiramiz. Mana boyagi boy yozgan loginimiz bu Fix Premium. Test 1 2 3. Uzr 1 bor edi. 5 mana. Bismillah deb mana kirdik. Kirishimiz bilan bizni kutib olishadi. Nima? Siz hujjat yuklashingiz kerak KIC ga. KIC bor, amaliy KIC degan narsa bor. Shu bo'yicha endi nima hujjat yuklaymiz? Eslab qolinglar. Birinchi yuklaydigan narsamiz pasport yoki ID karta yoki haydovchilik guvohnomasi. Xo'p, ana undan keyin nima yuklaymiz desanglar, selfie yuklaysizlar. Shunda telefon oldingizga rasmga olib, selfie qilib yuklaysizlar o'zingizlarni. Selfiedan keyin eng oxir yuklaydigan joyimiz bizda O'rta Osiyo hududida yashash joy sertifikati, ya'ni propiskangizni yuklaysiz shu 3 ta narsani. IDingiz yoki haydovchilik guvohnoma yoki pasport, undan keyin o'zingiz yuzingiz rasmi selfie, undan keyin yashash joy sertifikatingiz. Mana shu uchalasini yuklaysiz. Hujjat yuklash qilganingizda mana bu yerga chiqib keladi va xohlagan payt kabinetga kirib qaysi rasmni yuklamaganligingizni ko'rishni bosasiz, ko'rsatadi. Xo'p, bu narsani bizlarni xodimlarimiz 24 soatdan 72 soatgacha tekshirib tasdiqlab beradi. Agar kamchiligi bo'lsa aloqaga chiqib, mana bu yerda mamlaqa bo'lgan, to'g'rilang deb aytiladi, qo'shimcha hujjat so'raladi. Xo'p, bundan tashqari buni yuklab bo'lganingizdan keyingina depozit qila olasiz, chunki bo'lmasam hisobni to'ldirishni bossangiz, mana shu yerga qayta tashlaydi sizni mana. Tekshirib o'tmagunizcha siz hech qanday depozit qila olmaysiz. Shuni bilib oling. Endi xo'p, mening hisobim mana real shot, mana real account. Tushuntirib ketaman. Balansingizni ko'rsatadi, depozitga o'tkazadi. Bu ana savdo hujjat tekshirib olingandan keyin savdo tarifingizni ko'ring desangiz, hamma сделкangiz platformadagi betda ham ko'rinadi. Mana bu bitta marja darajasi, hisob holatiga e'tibor qilinglar mana. Huquqiy shartlar qabul qilindi, ya'ni mijoz shartnoma tuzdi. Siz shartlarni qabul qilib kirdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz. Endi qarang. Hujjatlar tasdiqlanmagan. Chunki siz hali hujjat yuborganingiz yo'q, yuborgan taqdiringizda ham hali verifikatsiyadan o'tgani yo'q. Savdo yoqilgan, savdo yoniq, savdoni hech kim o'chirmaydi. Xo'p, mana qachon mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, qachon hisob kashf ochganingiz, hisob turingiz. Mana bu yerda leverage 1 ga 100 turibdi. Buni chalkashib qolmanglar. Nimaga 1 ga 100 turibdi desanglar, bizda faqatgina oltin bilan major minor paralarda 1 ga 200, qolgan hammasida 1 ga 100, 1 ga 50.
Likvidda nima bo'lsa o'sha berilgan. Xo'p, tilla bilan valyutani 1 ga 200 qilish uchun biz NOP limitni kamaytirdik. O'shani hisobiga 1 ga 200 qila oldik. Bo'lmasam 1 ga 200 dan o'ta muammo plicho. 1 ga 200 dan kattasi yo'q. Eng agressiv, eng katta plicho dunyo bo'yicha professional plicho 1 ga 200. Undan katta plicho bo'lmaydi. Shuni bilib olinglar. Xo'p, o'shani chalkashib qolmanglar. Bu standartni leverage 100, o'shaning uchun hammada 100 turadi. Xo'p, undan keyin nimani ko'rsatay? Tranzaksiyalarga kirsanglar, pul tashlaganinglar, pul ichganinglar, hisobdan hisobga pul o'tkazganinglar, tagdali. Mana bu yerda hammasi muvaffaqiyatli kutilmoqda. Tepaga qo'yish muvaffaqiyatsiz shunaqalar. Xo'p, savdolarga o'tganimizda savdolarga o'tishinglar bilan e'tibor qilinglar. Ochiq сделкалар bo'lsa, mana shu yerda platformadagi hamma сделкалар ko'rinadi. Yopig'ini ko'rmang, yopilganda bossanglar, yopilgani ko'rinadi. Mana bu yerdan real yoki demoni tanlaysizlar. Hisob sozlamalari, shaxsiy ma'lumotlar e'tibor qilamiz. Shaxsiy ma'lumotlar mana. Xohlasanglar o'zgartirasizlar, to'g'rilaysizlar, tagdali. Parolni o'zgartirish mana bu yerdan bo'ladi. Mabodo parol o'zgartirishga kelib qolsa. Va bank ma'lumotlari. Xo'p, bank ma'lumotlariga nima kiradi? Bu siz qaysi bankda hisob raqamingiz bo'lsa, o'shaning ma'lumotlarini kirgizasiz. Depozit qiladigan hisob raqamingizni qaysi bankdan depozit qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha Swift yoki SEPA, Yevropada bo'lsa SEPA, qolgan hududlarda Swift bo'lsa, bank ma'lumotlari, bank o'tkazmasi, ismingiz, manzilingiz, mamlakat, bank nomi, bank manzili, bank mamlakati, hisob raqami, IBAN, Swift kodi, BIC, filial nomi, filial kodi, keyin yaratishsiz avtomatik integratsiya bo'ladi. Sizning hisobingizga, sizning bank hisobingiz, keyin bankdan yoki bankning mobil ilovasidan yoki kompyuter ilovasidan pul perevod qilganingizda tezroq tushadi. Hujjatlarni yuklashi o'sha verifikatsiya uchun yuklaysizlar. Eslab qolinglar, ID pasport yoki prava uchalasidan bittasi, keyin selfie, undan keyin o'sha MyGo'danmi propiska masalasi yoki kommunal to'lovmi farqi yo'q. Mana bu yerda bor. Elektr to'lovmi farqi yo'q. O'sha adres yozilgan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, so'rovlar, so'rov holati. Bu nima degani? Siz plichoni o'zgartirgan bo'lishingiz mumkin, zaпрос berishingiz mumkin yoki pul ichishga, pul tashlashga, verifikatsiya hammasi mana shu yerda turadi. Ma'lumot so'rash, holati kutilgan, bajarilgan, kutilgan, bajarilgan. Ichib olish, pul chiqazib olish, ichki o'tkazmalar. Bizda bir hisobdan boshqa bir hisobga pul o'tkazish mutlaqo tekin. Hech qanday bir qo'shimcha to'lov olinmaydi. Leverajni o'zgartirish. Leverajni o'zgartirishda siz xohlagan leveragingizni tanlaysiz. Lekin shuni biling, birdan misol uchun metallarning ichidan faqat oltin 1 ga 200, qolgan hammasi 1 ga 50. Siz qaysi metal tanlashingizdan qat'iy nazar, agar 1 ga 50 dan baland bo'lsa, oltindan boshqa hamma metalingiz 1 ga 50 turaveradi. Pastrog'ini tanlasangiz kamayadi. Shuni hisobini olinglar. Chunki biz bundan ortig'ini bera olmaymiz. Bozor nima bersa, o'shani beramiz, haqiqiy bozor, birja. Xo'p, savdo platformalariga kirdik mana. Android platformasini Play Store'dan yuklab olish uchun mana buni bitta bossangiz, mana bunday o'tadi. Mana WFX Trade. Mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Vot yuklab olasizlar. Xo'p, bizga bu hozir kerak emas. iOS ilovasi deganimiz App Store'da endi chiqamiz. Mana bu video 17-mart kuni syomka qilinyapti. Endi chiqamiz, lekin iOSga tushadigan qilib platforma anaqasini kirgizib qo'yganmiz mabodoga. Kim baribir Apple'dan yoki MacBook'dan kiraman desa, kompyuterdan yoki MacBook, planshetga endi mana bu tushaveradi Android ilovasi. Jonli web traderga bitta bosamiz. Mana bu yerga o'tdikmi? Email degan joyiga, boyiga mana bu e'tibor qilinglar. Mana bu yerga, mana bu hisobni ochish uchun ochgan emailimiz bor. Registratsiya payti yozdik. Mana bu kabinetga kirish uchun o'sha emailni yozamiz. Parolga ham xuddi mana shu kabinet bilan platformangiz paroli bitta bo'ladi. Shuni suqla, ya'ni chalkashib, esingizdan chiqib, adashib yurmaysiz. Xo'p, test 1 2 3 4 5 sabachka. 1 2 3 4 5 sabachka. Endi mana kirdik, kirib oldik. Kirib olganimizdan keyin misol uchun mana tilla. Xo'p, ikkita rejimimiz bor bizani.
Yani mana bu yerda informatsiya rinki qilsanglar, informatsiya simvol qilsanglar, mana plicho kelib chiqadi 1.200. Kumushga shuni ot qilsanglar 1.50 mana. И plus yonida mana 2% bu marjadan olinadigan zalog. Ya'ni muzlaydi-ku plus. Buni ko'pchilik tushunadi, tushunmaydi. Bizning platformada 100% ko'rsatilgan bu narsa. Mana qancha bit, mana zalog ochish uchun depozitda qancha plus bo'lishi kerak, eng kamida mana bu ko'rsatib qo'yibdi. Hammasini. Xo'p, qora rejim, temный rejim, svetli rejim, ya'ni kunduz uchun отдельно, tungi uchun отдельно xohlagan rejim tanlab olasiz. Platforma bo'yicha отдельно videomiz bor, uni ko'rgan bo'lsanglar kerak, adashmasam. Xo'p, muammosi yo'q. Copy trading mana bu yerda, uni ham отдельно videolari copy trading ham qilinadi, chiqariladi. Xo'p, bundan tashqari endi mana Primes endi realniy. Mana bu yerda informatsiya kompaniya qilsanglar bo'ladi, plus qo'shib ketay, ha. Become Money Manager bossanglar, отправить запрос qilsanglar, запрос ketdi mana ko'rgan bo'lsanglar, verifikatsiyaga, ya'ni nimaga, sizga sразу 72 soat ichida sizga aloqaga chiqishadi. Pochtangizga, Telegramingizga, WhatsApp yoki prямой telefoningizga. Copy trading qilmoqchimisiz? Copy trading xohlagan trader qilishi mumkin, o'zini bilimiga ishonsa, chiqib tushuntirib sizga copy trading o'qib berishadi. Ya'ni siz o'zingiz savdo qilsangiz, o'zingizga ishonsangiz bilimingizga, sizga qolgan traderlar ulanib, sizni savdolaringizni ko'chirishi mumkin bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, copy tradingga ulanish mayli, shuni hozir aytib keta qoling. Mana bu testoviy, ulanib olmanglar, bu test, buni bolalar test qilyapti, shogirdlar. Xo'p, test deganda qanaqa mana? Detalini bossanglar ko'riladi. Mana bundan tashqari kopiravatni bossanglar, ulansanglar bo'ladi. Bu hozir ochilgan shu, bunda hali pul yo'q. Xo'p, detalini bosganimizda e'tibor qilinglar, zakрытый pozitsiya mana. Zakрытый pozitsiya ham ko'riladi, ochig'i, yopig'i. Mana bu yerda ochiq pozitsiyasi ko'riladi. Qaysi pozitsiyalar ochiq, qaysi pozitsiyalar bor, yo'q. Xo'p, mana shunday. Xo'p, keyin depozit masalasini tushuntirib ketay bitta narsani sizlarga. Eng kam depozit 500 AQSh dollardan boshlanadi. Savdo qilish uchun pul yetishingizda eng kami 10 dollar. Mabodo shu tezda 9 dollar pul qolib ketsa ham adminlarga murojaat qilsangiz, supportlarimizga yechib berishadi, muammosi yo'q. Xo'p, 500 dollardan savdoni boshlaysiz. Undan tashqari 10.000 va 10.000 AQSh dollardan katta bo'lgan summalar bankdan tashlaysizmi? Kriptovalyuta orqali tushirasizmi? Обязательно nima deydi? Источник доход degan narsa bor. Pulning kelib chiqishini tasdiqlab qo'yishingiz kerak. Tilxat orqali misol uchun bu pulni uydagilar berdi yoki o'zim yig'gan pulim debmi. Xo'p, 100.000 va 100.000 dan oshiq pulga siz qanaqadir bir kimdandir hadya olgan bo'lishingiz kerak. Misol uchun deylik, sizga notarius orqali 100.000 AQSh dollar hadya qildim deb o'sha dokument qilgan bo'lishi kerak. Siz o'shani yuklaysiz bizga, chunki biz Fensenda ro'yxatda turganimiz uchun biz majburmiz bu hujjatni sizlarga so'rashdan. Xo'p, bu hujjatni agar 10 kun ichida taqdim qilmasanglar, 10 kundan keyin biz so'ragan kunimizdan boshlab 10 kun ichida, 10 ish kuni ichida taqdim qilmasanglar, 10 ish kuni ichida 10 ish kuni o'tganidan keyin sizni o'sha tashlagan pulingizni bank bo'lsa o'sha bankingiz orqali o'sha bankka qaytarib yuboramiz. Kriptovalyuta bo'lsa o'sha kriptovalyuta tushgan adresga qaytarib chiqazib yuboramiz. Shuni bilinglar. Xo'p, bu nimaga deydigan bo'lsanglar, haqiqiy bozorda sal boshqacharoq. Sizlar juda ko'p meni ko'rib turganlar, bilmayman, chet elda yurganlari bo'lsa, chet elda yashaganlar bo'lsa biladi bu narsani. 10.000 va 10.000 dan katta любой summaga so'raladi. 100.000, 200.000, 500.000, 1 millionga sal qattiqroq so'raladi. Nimaga? Katta summa bo'lgani uchun notariusdan tasdiqlangan yoki oldi sotdi bo'lgan qanaqadir hujjat. Endi buni supportga, adminlarimizga aloqaga chiqsangiz tushuntirishadi depozit qilgan paytinglar nima hujjat kerakligini. Biz ham insonmiz, Fensenda ro'yxatda turganimiz bilan ular ham inson, biz tushuntira olamiz. Просто lekin baribir подтверждение источник доход bo'lishi kerak. Shuni bilib olinglar. Dunyoda, Yevropada ham, Amerikada ham hech qaysi bank, hech qaysi broker 10.000 va 10.000 ortiq pul tashlaganingizda sizni voy rahmat bo'ldi o'tkazib yubormaydi, sразу so'raydi источник доход ber deb turib. Shunaqa, shuni bilib olinglar. Bu aslida sizlarga plyusga ishlaydi. Bilmayman kim qanaqa tushunadi, boshqa qiladi. Haqiqiy bozor shunaqa. Biz chunki sizlarni hisobini olinglar va bundan keyin yana tushuntirib ketay. Pul tashladingiz, depozit qildingiz. Kriptovalyuta uchun 2%, bu ichida payment service provider plus liquidity borishi, taqdali. Pul ichayotganingizda adashmasam o'sha network komissiyasi 2-3 dollar bo'lsa kerak. Bankda sal boshqacharoq, bankda pul tashlaganingizda где-то bankda komissiyasi yetib kelishi boshqasi 2% atrofida, pul ichganingizda ham xuddi shunaqa 2-2.5%. Общий где-то shunaqa bo'lib qoladi.
Bu to'g'risida hali ma'lumot ham beramiz. Hozirgi damni время, mana 17-mart sanasi 2026-yil kuniga ko'ra bizda 4 ta kriptovalyuta yoniq. 4 ta kriptovalyuta yoniq. O'sha 4 ta kriptovalyuta bo'yicha depozit qilsa bo'ladi. Bankda endi kutib turibmiz. Bankimiz ham tayyor. Integratsiyasini kutyapmiz. Depozitda pul chiqarish uchun. Chunki integratsiyaga ozgina vaqt ketadi. Shunaqa. Xo'p, qisqa qilib kabinetni tushuntirdim. Hammasi juda sodda, oddiy, hech qanaqa murakkab narsa yo'q. Savolinglar bo'lib qolsa, tushunmay qolsanglar, mana bu yerda bitta bossanglar, mana bitta chiqib keladi. Telegram, Instagram, Xcom yoki mana bu yerda o'zida bundoq qilsanglar chiqib keladi mana. Chatbotimiz bor, yozsanglar javob beradi. Mabodo bu bilan kelisha olmasanglar, Telegram adminlarimiz, supportlarimiz hammasi 24 ga 7 bizda ishda. 24 ga 5 broker bo'yicha, qolgan holatda 24 ga 7. Shunaqa. Kriptovalyutada pul tashlashinglar 1 soatdan 24 soatgacha, bankda 2-3 kundan 7 kunigacha bu terms and conditionda yozilgan, o'qib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Nimaga unaqa deydigan bo'lsanglar, sizlarning pulinglar tushgandan keyin biz ichimizda qolmaydi, u likvidga o'tadi. Chunki likvidga o'tmasa, sizlar zelka ocha olmaysizlar. Bizda hech qanday zelka, bunga men 100% kafolat beraman. Buni men anaqa deb yozib qo'yibman, nima deydi, veb-saytimizda ham yozib qo'yibman. Men o'zim ham danlilarim turibdi. Har qanday ochilgan zelka bizda qolmaydi. Agar bizda qoladigan zelka bo'lsa, u zelka ochilmaydi, отказ beradi. Hamnaqa. Hozir bitingiz marjiz, depozitda pul yo'qligi uchun. Shunaqa, shuni bilinglar, savdo, forex savdosi, marjinalniy savdo riski bor. Pul topishingiz ham mumkin, yo'qotishingiz ham mumkin. Plicholar xavfli hisoblanadi. Sizlar ishlatadigan 1500, 2000, 10000 bir nima u yo'q. Maksimum 1200, и то 1200 ham eng agressiv, eng professional hisoblanadi. U juda opasniy. Shunaqa. Shuni bilib olinglar. Iloji bo'lsa plichodan foydalanmanglar yoki maksimalli kamaytiringlar. Обязательно mana bunaqa tekstlar bilan doim o'qinglar. Shunaqa, men o'ylaymanki, hammalarga qisqa yo'lda aniq tushuntira oldim. Hammaga rahmat. Ishlarga rivoj.